Bir farzandsiz ayol o'z uyida ilon boqardi. U hammaga ilonni juda o'ziga vafodor ekanligini, hech qachon yolg'iz qo'ymasligini, hatto u bilan yashab farzandsizligi ham sezilmasligini, kechalar ham yonida yotishini aytib maqtanardi. Iloni o'sgan sari ayol uni bo'yniga osar, bo'yni qarichlab juda quvonardi. Bir kuni ilon kasal bo'lib qoldi. Ayolning dardi dunyosi qorong'u bo'ldi. Axir farzandidek bo'lib qolgan. Mo'ltirab yotgan ilonga ovqat bersa emas, faqatgina yoniga uzun bo'lib yotib olgancha bosh ko'tarib, dumigacha qarab qo'yardi. Ayol hayron bo'ldi. Balki u farzand tug'ishni istayotgandir. Balki uning o'limi yaqindir. Balki mendan xafadir. Ayol xuddi shu savollarni ilon nurin turmay o'zi uyiga chaqirgan veterinarga ham berdi. Men usiz yasholmayman. Axir u men bilan 5 yildan beri birga yashab, farzandimdek bo'lib qolgan-ku. Veterinar ilonni ko'zdan kechirdi. Hech qanday kasallik alomatini ham, ko'payish belgisini ham uchratmadi. Ilon yolg'izlikdan siqilib qolgan ham emasdi. Maylimi, to tushlik vaqtigacha uyingizda bo'lib tursam. Ayol veterinarga rozilik bildirdi. U ham o'z vaqtida ilonning harakatlarini kuzatdi. Ilon divandan osilib, cho'zilishni mashq qildi. Keyin bukilib, bo'shasha boshladi. Ayol yoniga yotganda esa uzala tushib yotib, boshni ko'tarib atrofga termuldi. Doktor qo'rqib ketdi. Chunki ilonning takrorlayotgan harakatlari oshqozonni bo'shatish harakatlariga o'xshab ketardi. Iloningiz kasal emas. U ko'payishni rejalashtirayotgani ham yo'q. U sizni yutishga tayyorgarlik ko'ryapti. Men uni kuzatib shu xulosaga keldim. Har yoningizga uzala tushib, bosh ko'tarayotganida tushundimki, u sizning bo'yingizni o'lchayapti. Ovqat yemayotganining sababi esa katta o'ljaga oshqozondan joy bo'shatyapti. Tezlik bilan undan qutuling. Ayol bu gaplarga ishonmadi, lekin o'sha veterinarning gapiga kirib, uni hayvonot bog'iga topshirdi. O'sha kuniyoq iloni og'irligi odam vazniga teng bo'lgan zebra bolasini yutib yuborgani haqida xabar berildi.